Bugun New Yorkda mana shunaqa quyoshli havo bo'ldi. Biz bundan foydalanib, bolalar bilan birgalikda dam olib kelish uchun yo'lga chiqdik. Yo'lda yurib mana shunaqa chiroyli qoldik. Mana bu manzarani qaranglar, shunaqa daraxtlari ko'p. Bolalar mazza qilib futbol o'ynaguncha shashliklarni ham tayyorlab, dasturxonlarni yozib, hamma narsani tayyorlab qo'ydik. Shashlik pishguncha bir aylanib kelamiz deb yuqoriga chiqdik. Tepada mana bunaqa chiroyli manzaraga duch keldik. Qaranglar, qanaqa suv bo'yida joylashgan ekan. Havosi juda ham toza, juda ham mazza qilib nafas oldik. Aylandik, rasmlarga tushdik. Bolalar ham dam oldi, o'zimiz ham dam oldik. Shunaqa chiroyli manzaradan bahramand bo'lib, pastga tushdik. Pastga tushib qarasak, mana bunaqa sharsharasi ham bor ekan. Sharsharani oldiga kelib ko'rsak, qaranglar, qanaqa chiroyli kamalak ko'rinib turibdi. Biz ham kamalakdan mazza qilib bahramand bo'ldik. Suvlarni tomosha qildik. Bu yerni havosi shunaqa yoqdi. Hammamiz toza havoda asablarimiz dam olib, bolalar bilan birga dam olib uyga qaytdik. Xudo xohlasa yana qaytib kelishga qaror qildik. Juda ham manzarali joy ekan.